Farg'onaliklar jigarlar bitta narsaga kechirasizlar. Men hali endi ochiqga chiqib turganimda eski merim o'chib ketibdi. Shunga yangi ta'min qilib boshidan videoni olyapman. Birinchi qismda bilmayman, o'chirib tashlayman. Agar unchalik ko'p odam ko'rmagan bo'lsa, o'chirib tashlab mana shuni birinchi qismda bo'laveraman. Jigarlar, sizlar bitta narsani aytib qo'y. Men o'zimga Telegram kanalim ochdim. Aytga kirib qishloq suylar deb yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Aytda bir 10-20 kishi yig'ilib qolsa, o'zim haqimda ma'lumotlar beraman. Menga nima savol bersalar ham o'sha yerda javob beraman. Hop, vijuvaniyaning maqsadi o'zgargani yo'q, xuddi o'sha Nezarga borish. Astag'firulloh. Ko'chadan chotdan yetishlar bo'ladi. Mana shunday qilamiz. Bitta verstak. Hozir bitta taxta kirka bilan taxta topor. Ertaga jigarim Sigma 45 ga ham video chiqadi. Uni ham paddeshga, saddeshga qilib tashlaysizlar degan umiddamiz. U bechara ham bir xursand bo'lsin. Stop. 6 sekund. Bo'ldi, mana jichayroq qildim. Stop. Bo'ldi mana. Endi ketdi. Qorong'i joylarga ham bemalol kirib ketaveramiz. Bu yerda nima bor? Po'q bor. Bu yerga kirib po'q bormidi? Stop. Men hozir nimani ko'rdim? Nahotki bu o'sha mashhur stop birinchi hech toshdan qo'li. Bu yerimiz tosh bo'lmasa qildirmayman deydi. O ko'mir ham bor ekan. Nihoyat biz o'zimizga kerakli bo'lgan fakelni yasay olamiz. Mana mashqqa qo'yib qo'yib, endi verstakni qo'yib, uni ichiga kirib bitta toshli kirka yasaymiz. Endi tosh kirka bilan meni yaramas temirvachchani kovlaveraman. Atiga bittami? Balki yashirib qo'yishgandir. Yashirib ham qo'yishmabdi, noinsoflar. Bundan lekin biz o'zimizga kerakli bo'lgan ana yashirishibdi. Olmasam yashiringlar shu yoqqa. Zajigalkani yasamoqchi edim. Yana bir namuncha bular menga bitta beryapti. Men meni bittali balad bo'lyaptim bular. Men sizlar bittali emasman. Men ismim Xurshidjon. Kel, meni topib kel Ko'mirbek. Ovozlarga e'tibor beramaymiz. Verstak senga kerak emassan hozir menga. Yo'q, bitkonda bo'ylabman. Ko'zimni chiqishga. Men qo'yli ketdi. Hozir men qo'ymoqchi bo'lsaydim. Ya'ni ana nari tarafga ham boraveramiz. Jichchani esa ana. Yana bitta emas. Yaramas vachcha. Kirib bergin edi. Yaxshi ham qorni ochmas bo'lmasam shu jon bilan yurardi. Hamma bloklarni yig'ishtirib yaramas kirib berdim bir foydasi tegdi. Bitta men nima qilib turadim? Bo'ldi, hammasiga yasab oldim. Endi tepaga haydaylik, mol-pol, qo'y-po'ylar topaylik endi biz. Bitta halini bersak yo'qotgan. Hozir o'rtog'im chaqirdi, hozir kechirasizlar. Uyamja parasatdan keyin tug'ilib qolgan. Shu gap videoda eshitdi, yomon asabdi bizlarni. Aytgancha uning YouTube kanali bor, Sigma 45 ga. O'tib menga obuna bo'lmagan bo'lsalaring unga obuna bo'linglar, bechara. Sen asabdi bizning bor yo'q. Ovqat problemasi hal bo'ldi. Mana. Bilamiz sizdan yaxshi 500 megabayt degan. To'xta, pompala. Yana bitta boltacha. To'xta. Namcha sen g'ijimsan. Ana. Jum tushdimi? Tushdi shekilli, tushmabdi. Aniq tushmadimi? Qarochi, o'rtog'im edi yana u. Hop, men nima qilmoqchi edim? Qo'yni chopmoqchi edim.
Hozir bizga nima kerak? Pechka kerak. Pechkani manikka qo'yib, uni ichiga tovuqni solamizda bitta daraxt ikkalasini ham tiqib olamiz. Yo, stop. Ha, bo'pti. Qorin to'ydi, g'am ketdi, maza qilib yotibman. Nezerga borish oson bo'ladimi, qiyinmi? Mani Minecraft haqiqiy emas. Minecraft scrolllardan biri. Bor yo'qol sani menga gapni yoqmayapti. Stop. Yo, buni o'rab qo'yish kerakmi? Yo'q, hamma narsalarga biz aralashtirmaydi. Yo'qol bu yerdan. Zajigalkam yo'qda. Elimni kovlab yovib qo'yaylik. Mana. Biz harom narsalar yemaymiz, musulmonmiz. Hoppale. O, ana KFC bor. KFC ni ish mumkin adashmasam. Stop, temir dem yirtib ol, Haklas bitta mana buniki. Ikkala temirni baqa. Hozir mengacha mash. Hozir gnida bachchalar, bormisizlar? Hozir yemayman. Yo, anoni ham o'ldiramiz. Ukaxon, bugun sening kuning emas, sening. Buni ham tiqib o'ramiz. Adashmasam, hozir ikkita temirimiz bor endi. Agar men bu qismda qilolmasam, keyingi qismda qilaman. 100% jaqqa jo'q. Barim seni tushdi. O, ko'p och qoldim shekilli. Voy, bitta yetmay qoldi. Buni ham yevoramiz. Hozir bo'ldi. Jonlarimiz endi to'ladi. Hop. Mana harom go'shtga hech qachon kiymayman, men musulmonman. Hoş, gnida bachchalar, qaytasizlar, videoga tushinglar. Agar aytyapman, bu qismni eplolmasam, keyingi qismni jaqqa javob qilaman. Mujikchaga. Oy, yo. Nahotki bu uzoq kutilgan molvachcha bo'lsa, ukam sening kuning emas, bugun sening. Sening ham shunday. Kuning emas, bugun sening kuning. Ja shoir bormanda. O, 4ta. Aniq 4tami? Tushib qolmadimi? Bo'pti, ikkitadan to'g'ri kelyapti chota. Bo'ldi. Bitta gribok. O, yo'qolgan daraxt. Aytgancha men bedrock to'layapman. Vahaha, bedrockchilar skeletlar qana asab ketishini bilasizlar shekilli. Bugun sening emas, kuning bugun sening. Devoratda skeletlar sizlarga qarab. O, yana molvachchalar. Faqirim bo'lganda sizlardan sut sog'ib ichirdim. Ma. Ikkinchi udarim tiymay qoldi. Shapaloq, qo'qon shapalog'idan, bolta bilan qo'qon shapaloq. O, yana nechta? 5ta? Bir dona go'shtmi? O'l qurimsoq. Bo'pti, yana ikkitasi sang'arli bo'libdi. Mana hozir yana bitta shapaloqdan beraman, kayib qilasan. O, chota bundan ikkita go'sht tushdi. Ha, ikkita go'sht tushdi. Yoki 3ta go'sht tushdi. Hozir skelet vachchalar, creeper vachchalar meni o'ldirib yuboradi. Men ikki blogimni olib tipiga qurib chiqaman keyin. Seni o'ldirmasdan qo'ymayman, lekin molvachcha. Bo'ldi. 10 bitta bo'ldi. Endi sal teparoqqa chiqib Mauglichasiga yuramiz endi. Oppa, men speedrunman. Oppa. Ana aytdim-ku, skelet bacha. Pulim qancha? Do'st bo'lamiz, tugaguncha. Ha. Adashmasam, ikkita qism qilib ko'raylik. Birinchi qism uy qurish, ikkinchi qism Nezerga borish. Bugun men o'zimga chippa chiroyli uy quraman. Mana meniki yoritib qo'yay.
Ha, ustiga qo'y. Nima daraxtga qo'yib bo'lmaydimi? Voy chuchchi. Versakdan boshqa blogim yo'qmi? Oppale. O ana meni ko'rdi u. G'ish. Bugun sening emas, kuning sening, bugun sening. Ana adashmasam yorug' tushdi. Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim holamga, hola kulcha ber dedi o'tdan terdim bir quchoq non yopdim o'choq yotdi kulcha non astag'firulloh dedim hayron. Chichivordim to'g'risiga. Moldi. Yo. O'lma. Ha, nihoyat. Yarimta jon. Ishoninglar chichiraverdi. Endi teparoqqa chiqib olay. Hozir meni qoqishtirib ketishardi shuni. Yana bittami? Jichcha qoldi, kurdlaringni yarimta jonim qoldi. Kechasi mavlilik qilish yaxshi plan basdi. Qolgan go'shtlarni eritib olay kakras. Mana 9 ta go'sht. Qolgan 8 tasini kim qo'yadi? Katta xolani yana qo'ymaydi-yu. Hammasini qo'ygan bo'ldi. Yetmasa mana bu ham mana temir toshlilari bor. Mana buni qo'yaman. Ana ikkita stek tayyor allaqachon. Qorin ochligida bo'ldi, qorin to'qlaymiz. Hozir baza qurish uchun nimalar kerak bo'ladi hisoblab olish kerak. Birinchi o'rinda tosh, daraxt va boshqa balo-battarlar. Boychechagim boylandi, qozon to'la ayrondir. Ayroningdan bermasang, qozon tovog'ing vayrondir. Har yildan yumalab chiqqan boychechak, yulduz yo'ldan yumalab chiqqan boychechak. Boychechakni chopdilar, simyog'ichga osdilar, qilich bilan chopdilar, baxmal bilan yopdilar. Har yerdan yumalab chiqqan boychechak. Men qanchasi 3 ta yana o daraja beryapti ko'ryapsizlar. Darajani. Ukam tezroq pishirishdi ekdi. 8 ta stek bo'larki. Stekim bor endi. Endi qayerga qochayin? Hozir menga. Ana daraxtga saqlayman hozir. O'ljicha qishib ketdi baribir. Oppa. Qimillagan oppa. Oppala, yana bitta saklaymiz. O'nitda. Hozir jichcha qo'rqyapman. Mayli. Urg'unchilar ovoz eshitilyapti. Yaqin atrofda hech nima yo'qmi? Unga hamma daraxtlar chopib tashlagan. Bo'ldi. Hammasini chopdim. Qo'y sening bugun emas, kuning sening. Astag'firulloh, ovozini o'zi qo'rqinchli. Qorong'idan jichcha qo'rqaman to'g'risiga. Birorta qishloqmi topsam, undan ham zo'r bo'lardi. Kamida kravatni bas, ovqat bor. Kartoshka, somsa. Aytibman orqamda xolodilnik bor, yomon hisobni buzyapti. Kechasi shaxtaga tushish bu 1000% o'lim. Agnida, sen men bilan urushmoqchimisan? Na. Ikkita krinjimga bormaysan.
Hoppa. Ya. Astagfirullah. Bitta krich bersam bo'ldi edi. Ha, bo'pti. Hozir bitta shaxtalarda oldi yurmasligim kerak edi. Qorin ochqach sraz yevoryapman. Nima? Chunki jonni to'ldirish uchun. Bo'lmasa men o'laman, jonim qiq qiladi. Suvga tushsam hech nima yo'q. Ana zombi. Zombi dada bilan zombi aya ham bor ekan. Kelinglar, pompaloqlarim. Sizlarni men kutib qoldim. Urib ham bo'lmayapti bular suvlarida. Yaqinroq-ya, urib. Ana. Bittasi kaltikchamdan yeb oldi. Senga ham endi. Hoppa. Uni qurishga berasizlarmi? Chota bu 2 qism emas, 3 qism borish mumkin. Hoppa. Voy, nima bo'lib ketyapti? Bo'ldi ana. Chota mashitlarda yurib yurgan yaxshi-da baribir. Nichadir o'ylayman ketaman. Agar mana shu gravidan kiraman desa, sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lasizlar. Yoki mana unisidan tushsa. Bor yo'qal. Jackpotga lotereya olsam bo'lmaydi. Eng gniydi marastimlik. Menga bitta ham uron berolmay, ko'rlaringmi? Chitlarim yoniq. Endirma. Rosta mana shu gniyda bilan urishishni yaxshi ko'raman. Qani kelotdi. Qaqqa. Yastopirli zombi qishloqqa ham bor ekan. O'zir endir, brat. Voy, 2 ga 1. Hozir jigarlashish sekund. Jigarlama hamma narsani topdim. Sizlarga ko'rsatmaslik uchun videoni qirqib tashladim. Qaranglar, yo'lda yana bitta mol topib, men uni qildim. Qalay, chiroyli turibdimi? Endi aniq sovqatmayman. Men mashitlarda uy qurishga qaror qildim. Sizlarga yoqdimi? Shuncha mol to'plab, ularni bitta chopib, kayf qildim. Shuning uchun hamma daraxtim yo'q bo'lib ketdi. Keyin boshidan topa olasadim. Shuna qilib hammasini shundilaring. Kreativ damadim, aldamayapman to'g'risiga. Videoni kesib tashladim xolos. Aytyapman, Telegramga kiringlar, men hammasini отчет beraman. Yana bir stakka jitcha qoldi shu tosha. Aytyapman, hamma narsam yangi, sveji. Mashita uy qurib ertaga yoki ertadan keyin xullas Dimkani kimligini o'zlaring juda ham yaxshi bilasizlar. Xullas Dimka Bek bilan video olamiz. Ya'ni Demir bilan. Agar u hodisa albatta. Ishqi video olyaptimi? Unaqada uy qurilishini boshladik. Xo'sh, yo'q. Mana tayyor pol turibdi. Hoppa. Pishirilgan toshdan pol, qalay. Yaxshimi? Yana bir blok ko'taray. Yo'q, shuncha temarim bor. Bir dona paqirim yo'q-a? Mana bir dona paqircha emas. Paqir drop qilamizda keyin. Temirlarim qalay? Shuncha temir yetarmi? Necha temir ham to'plab oldim yo'l bo'yida. Necha blok qildim? Mashitdan. Agar suv topsam, water drop back qilaman. Hozir adashmasam, mana shu ham bo'laveradi. Hoppale. Daraxtga jitcha yetmay qoldi, daraxtim bir stakka bir dona yetmay qoldi. Ishonganlar like bossin, ishonmaganlar obuna bo'lsin, menga farqi yo'q. Aytgancha men 70 ta bo'ldim. Tabriklashinglar mumkin. Halinda akkauntimga kirdim, 70 ta podpis chiqib turibdi. Qiyshiqlik. Qiyshiq bos ekan. Ajoyib, men qiyshiqda bo'ldim. Eshik kerak aytgancha hozir. Qilaymiki? Yo'q. Kerak bo'lar hali.
Yo'q. Temir kirga qo'llaman hozir ekan. Nima qildim? Yarimtali blok yasab qo'yibman. Oppa. Yana bitta temir manaqa yasashim mumkin. Hammasini manaqa qilib tashlaydi. Sizlarga bu video yoqayaptimi? Ikkinchi qism tez orada chiqib yorish va reyshim bo'lishi mumkin. Oy, kanalimdagi birinchi uzun videoyim bugun. Idichasini palkaga ham aylantirib, qani to'siqchalar kerak menga. Ya menga to'siqchalar kerak, to'siqchalarni qayerda mana. Yana idicha ko'praysa. Mana shunchasi yetadi. Hammasiga yasayman. 60 ta birdan yetadi, mayli. Verstakni joylashtiraman. Ishonasizlarmi, yo'lda bitta ham qo'y chiqmadi. Kravat uchun. Voy, nima pastga tushib ketaveryapti. Hozir jigarlar qurib bo'lsam xabar ber.